Londondan uchib ketyapman Istanbulga, xudo xolisa. Qisqasi, Londondan uchib ketsangiz, hech qanaqa pasportingizdagi pechat qo'ymaydi. Bu narsa Singapurda ham shunaqa edi. Uchib ketayotganda kirishda qo'yadi. Uchib ketayotganda shunda bagajinglarni bo'lsa bagajni berib, biletni olasizlar. Shu bilan QR kodni anaqasidan metro anaqasiga o'xshab tegizib kirib, ichkariga bitta o'shani kontrol bo'ladi. Ya'niki anaqangizni kontrol, bu ham pasport kontroli emas. Kim kechingizni anaqangizni tekshiradi, sumkangizni bo'ldi haligi. Ringenda muammo, haligi podozrительный narsa bo'lsa, olib qolishi mumkin. Ataki muammo yo'q. Qisqasi, pechat qo'ymaydi. Standart aeroportining ichidaman. Bu yerda juda ham ko'p joyga ketadi. Ilon izi bo'lib keladi. Butun magazinlarni aylantirib keladi. Mana shu odamlar yo'l-yo'lakay nimadir sotolsin deydi. Kelgan eng kattaroq joy ekan. Bozor o'char qolish uchun yaxshi joy deydi.